Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Bugun sizlarga yana qo'lini liniyali zo'llar kelgan akalar. Videodan uzoqlashma, like bosib tursan akalar. Bular ma'lumotini to'liq beramiz akalar. Akalar, bugun hafta kuniga juma 27-mart. Yana o'sha jiyanimiz qo'rasidan video obzorlar olib boryapti akalar. Yaxshilab kuzatib, e'tibor berib turasizlar akalar. Mana, birinchisiga toza liniyali qo'chqarimiz, Ataman degan qo'chqori promo nevarasi ekan akalar. Bu akalar bular ko'rib qo'yasizlar. Buni qulog'iga keladigan bo'lsa, quloqlarini ham o'lchab, bo'ylarini o'lchab, yoshlarini ko'rsatamiz. Qani, mana birinchisi ham tishini ko'rsatib. Tishadi guruchadi. Tishi guruch mana ekan akalar. Ataman degan qo'chqor bolasi ekan. Kassalarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Hop, quloqlarini ham o'lchamiz mana. Totib qo'ying. Quloqni ham qo'yamiz metr akalar. Quloq kalsiyaga qo'ying. Quloq akalar 22,5-23 pashti. Bu ham qo'ying. Mana akalar e'tibor berasizlar, mana yerdan 90 yo'layar akasizlar. Akalar 90 yo'layar akasizlar. Birinchisiga mana shunaqa qo'z qo'chqorimiz akalar, kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar mana ekan. E'tibor berib qo'ying qo'chqorga. Dumbalariga ham e'tibor beringlar, belga, challa ishiga, quloqlariga, hamma joyiga nazar tashlab qo'ying mana qo'chqor. Aylantirib yurg'izib ham qo'ying. Cho'qti kengligini ham qarang akalar. Mana. Inshaalloh garbonozlari ham hamma yoq o'ziga yarashgan. Bu akalar birinchi qo'chqarimiz, bugungi juda serob qo'chqarimiz akalar. Bu liniyasi Ataman. Hop, bu birinchi qo'chqarimiz. Narxini aytib o'tamiz video oxirida. Hop, akalar mana afg'on ena olamiz. Uni qo'yib qo'y, turaysan. Afg'on ena olamiz. Mana ekan. Chista afg'onning originali mana. E'tibor berib qo'ying qo'ying. Buni bergan bolasiga ham e'tibor berib qo'ying. Bolasi ham ulug'achi. Hozirdan janavar qulog'i 20 atrofida mana. Mana afg'on. Mana. Mashalloh deb qo'ysizlar mana. Ulug'achi, mana enasi. Enasini ham shuna buyiga metr qo'yib qo'yasizmi? Tishini ko'rsatib. Tishini yo'q, ishini qo'yaver. Mana akalar, qo'lga e'tibor beringlar, svitlariga, kassalariga ham e'tibor beringlar. 85 plus minusga olaverasizlar. Tishini ham aytib qo'y. Mana akalar, ikkinchi bolasi ekan. 4 tish. Bu ikkinchidagi qo'yimiz akalar. Afg'on qo'y so'raganlarga afg'onning originali. Mana ham afg'on gibrid arashan qo'yimiz, o'ta uzun, o'ta polvon sortidan. Akalar buni qisirga olganmiz, lekin pulini kelishib bo'lsa, yaxshi qo'chqorlarimiz bor, qo'chirib ham beraveramiz akalar. Mana bunday razrezlarga ham e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Qo'y chista original qo'y, mana kallalarga ham e'tibor bering. Tishini chip bu. Quloq shirinalari ham yaxshi qo'y akalar mana. Bu ham 4 tish qo'yimiz. Bo'larga ham qo'yding ham metr? Badani qara. Bu ham metr qo'yib qo'ymasin, uzunasi ham juda uzun, shirokalari ham chiroyli qo'y ekan mana shu qo'y. Bu uchinchidagi qo'yimiz akalar. Qo'yavachingdan qo'yaver, bari kelishadi. Past 90 akalar mana, yerdan 90. 90 plus minus yo'laverasizlar mana. Akalar bu uchinchi qo'yimiz. Bular narxiga keladigan bo'lsa, bu qo'chqarimizni telefonda gaplashamiz dedilar. Telefon qisani, inshaalloh telefonda ma'lumotini to'liq beradi, narxini to'liq aytadi akalar. Mana e'tibor berib qo'yasizlar. Hop, afg'on qo'yimizga keladigan bo'lsak, akalar afg'onni $2200 ga O'zbekiston bo'ylab dastavka tekin yetkazib beraman deyapti. Bu qo'yimizni $1000 ga. Qisqasi akalar, qo'ylarimiz ko'p. Videodan uzoqlashma, like bosib tursangiz, bularning to'liq ma'lumotini yetkazamiz. Yana 5 ta qo'yimiz bor. Videodan uzoqlashma turinglar. Akalar, to'rinchisiga mana shunaqa noyob qo'chqarimiz akalar. Svitiga e'tibor beringlar. Buni bellarini yo'g'onligiga, qo'y o'zini ham kassalarini baquvvatligiga juda ham e'tibor beringlar akalar mana ekan. O'ta ham boshqachasi mana. Yunglari agregat qilib qo'yilgan, tayyor mana. Oldi korpuslarni bitta ko'rsating. Ishlashlari garantiya mana korpuslar akalar mana. Juda ham polvon sortidan. Inshaalloh kim olsa ham baraka topadigan qo'chqarimiz mana ekan. Janavar, mashalloh deb qo'ysizlar. Mana qo'chqor. Qo'chqor haqiqiy liniyalik, haqiqiy zo'r akalar. Buni ham akalar inshaalloh yashini ko'rsatib qo'ying. Buni yashini buga metrlar qo'yib qo'yamiz. Hozir metr qo'yib ko'rsatamiz. Metr qo'ying. Metrga lekin akalar turmadi. Salkam metr qo'yimiz mana ekan, yerdan tikka. 95 plus yo'lar akasi. Uzunasiga ham qo'yib qo'ying. Uzunasiga ham qo'ying, salkam metr. Svitiga e'tibor beringlar qo'ylar akalar.
Siviti ham haqiqatda 95 zo'r. mi, metr mi? Metr, почти metr akalar. Kallalariga ham e'tibor beringlar. Akalar buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini ham kelishtirib qo'yib beraman. $1000 O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin holatda yetkazib beramiz akalar. Oldi korpuslarni ham qiling. Mana ekan. Inshaalloh kelishamiz. Narxi aytilgan narxlar muhim emas akalar. Aloqa chiqarasizlar. Lina bo'yicha telefon qilishadi, telefonda ayting, qaysi liniyada qanaqa qon hammasi. Bo'ldi. Liniyasi o boshqa ma'lumotlar syomka qilib ber desani tashqariga chiqib syomka qilib beriladi. Bu 4-qo'yimiz bo'ladi akalar. 5-chisiga ham juda boshqacha qo'chqarimiz mana ekan. Bular ma'lumotni to'liq egasidan olasizlar. Mana dumba razrezlari, mana ekan, chotni kengligi, belli yo'g'onligi, oldi kassalar mana. Haqiqiy liniyasi bor akalar, mana korpuslari ham beqa ajrab turibdi. Kassalari mana, kallalariga ham e'tibor beringlar. Qo'li akalar o'ta plotni yo'g'on qo'chqonlar. Dumbasini ham ko'rsatdim. Mana ekan, dumbalariga ham e'tibor beringlar. Inshaalloh akalar qo'zali, tishini ham ochib qo'y. Shuni metr deb kelib, metr shuni qo'yalmagin. Tishga o'tgan o'zi. Mana yangi tishga chiqayotgan akalar. O bo'ylari 90 plus minusga olaverar akasizlar akalar. 90 plus minusga olaverasiz. Bu 5-qo'yimiz bo'lib qoladi. $200 ga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin holatda yetkazib beramiz. Qo'yvorgin qo'ying. Mana mashalloh. Qo'ylar hammasi ideal holatda qo'ylar akalar. 6-chisiga bundan ham boshqachasini ko'rsatamiz akalar. Videodan uzoqlashmay turinglar. Qo'chqorga e'tibor beringlar. Mana shunaqalik kallali qo'chqor istab yurganlarga tashab qo'yamiz akalar. Mana qo'chqorga e'tibor beringlar. Dumba razrezlariga mana ekan. Bel yo'g'onligiga akalar. O quloq joylashlariga, oldi korpuslariga, kassalariga, tishini ochib qo'ying tishini. Metrlab keling bunga. Oldidagi tumonlariga, kallasiga umuman boshqacha e'tibor berib olasizlar. Hali qo'zchoq ekan. 10 oylik qo'zchoq, haqiqiy Shiroki nevarasi deb olishibdi akalar. Ma'qul kelganlar aloqaga chiqarasizlar, buni to'liq ma'lumotini ham berishadi. Buni bo'ylari 85 plus minus yo'layar akansizlar. Kallaga e'tibor beringlar. Burgut kallasi yo'shqargan jannamar. Narxini $2000 deb qo'yishdi akalar. Bunaqa qo'chqonlar yig'ib olib kelish oson emas. Haqiqiy seleksiya qilaman degan akalar aloqaga chiqarasizlar. $2000 ga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin holatda mana yetkazamiz. Bundan keyingi akalar, bundan ham boshqacha qo'chqonlarimiz bor. Videodan uzoqlashmay turinglar. Puli quloqlari ham bor akalar, solishtirib olaverasizlar. Va oxirgi partiyaga yaxshilab e'tibor bering akalar. Oxirgi partiyasiga puli o'tta me'yori aka qo'ylarimiz. Bunisi 2 tisha, 2 yosh. Yangi chiqib o'tgan. Tishini ko'rsatmayli. Quloqlari 20 plusga olaverasizlar akalar. Kassalar juda baquvvat, quloq tashlashlariga ham yaxshilab nazar tashab qo'yasizlar akalar. Dumba razrezi ham bitta ko'rsatib qo'y. Mana dumba razrezlari ham o'ta chiroyli, choplari keng, kassalar baquvvat. Haqiqiy ajoyib sortidan akalar. Mana ekan. Bu qo'chqori ham buyiga metr ko'rsatib qo'yali, quloqlariga metrlar qo'yaladi. Chiroyli e'tibor berib turing akalar. Bundan keyingi borgan sari puli yengillashib ketaveradigan sortlar boshlanadi akalar. Lekin oxirgi partiya qo'ylarimiz 90 plus ekan akalar. 90 plus qolaverasizlar. Quloqiga metr o'lchanchi? Men metr manda. Yaxshilab e'tibor bering qo'yimizga akalar. Kitishda qo'yimiz. Quloqlar 20 plus ekan akalar. Bo'lar 90 plus, quloqlar 20 plus. Buni narxiga keladigan bo'lsak, akalar $1200 ga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin. Qo'yvoraylik bu qo'yimiz. Nimani qo'sh soliq qo'chqarimizga e'tibor beringlar, polvonligini ayiq qo'chqargan jannamat. Ayiq polvonni o'zi ekan. Sivitli bu ham tishini tish qo'za. Tish qo'za. Guruch. Tishi guruch akalar. Bor beramiz. Bu 8-qo'yimiz bo'lib qo'yadi shunda akalar. Mana dumbalari ham yosh oyligi 10 oylik atrofida. Bo'ylarga shuna metr qo'yib qo'ying buni. Buyiga shuna metr qo'yib qo'ying. Bu akalar 90 plus ekan bu ham. Mana ekan. 90 plus. Buni narxiga keladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin holatda yetkazamiz akalar. Videodan uzoqlashma, like bosib tursani oxirgisiga bitta bonus qilib beramiz akalar. Inshaalloh ko'rib turinglar. Inshaalloh akalar mana oxirgi qo'chqarimiz. Yaxshilab e'tibor bering akalar, mana shu oxirgisi. Mana kalla garbonozga, dumba razrezi ham bitta ko'rsatgan. Akalar dumbasiga ham e'tibor bering. Haqiqiy puli yengilini so'ragan, haqiqiy zot qilib olaman deganlarga mana quloq tashashlariga ko'ringlar. Buyiga shino metr qo'yib qo'yali, mana shu oxirgi qo'chqarimiz buyiga. 80 lina bu. Lina 80. O bo'ylari ham 80 plus, ha?
85 büyük. 85 atrofida bo'lar akalar. Hop. Mana shu. 80 plus ekan akalar. Akalar bular narxi keladigan bo'lsa oyoqlari ham juda tikka. Buni narxini akalar kelishtirib $150 ga O'zbekiston bo'ylab dastavka sekin holatda yetkazib beramiz akalar. Akalar, videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa ming bor uzr. Qanaqa ma'lumoti bo'lsa akalar, qaysi qo'y yoqqan bo'lsa telefon qilsani ma'lumotini to'liq beriladi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, juma kunlaringni qutlug' muboraklik kelgan bo'lsin akalar. Inshaalloh kimga qaysi qo'y yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyaga yaxshi fikrlaringni bildirib ketasizlar akalar. Sog' bo'lasizlar.